Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrida Ozarbayjondan u kishini oldiga bir xurmo olib kelishdi, holva olib kelishdi. Nima bu deb so'radi. Ana shu yurtlarda qilinadigan taom dedi. Bu taomni o'sha yerdagi hamma musulmon askar yeydimi? Yo'q, sizga olib keldilar. Madinani faqirlarga ham berdinglarmi hammalariga? Yo'q, faqat sizga olib keldik buni dedi. Umar ibn Xattob aytdi, Madinaning faqirlari og'izi tegmagan narsani yeyishlik Umarning qorni uchun harom dedi. Ana ko'rdinglar kinolarini. Umar ibn Xattob o'zi go'sht ham yemaydi, yog' ham yemaydi. Madinada yeyish ichishlik ozayib ketgan paytda, oziq-ovqat ozayib ketgan paytda o'sha tuzni nonda shu quruq yo'g'irganidan qorni g'uldiraganini aytadi qorniga. G'ururlaysanmi? G'ururlamaysanmi? Madinani yosh bolalari qorni to'yib go'sht yemaguncha sen go'sht yemaysan dedi. Bo'lmasam davlatning birinchi kishisi edi. Yesa haqqi bor edi. Ana birodarlar, Rasulullohning bu tarbiyasini olgan Umar ibn Xattob mana bunday bo'lgan edi. 10 ta sen jannatga kirasan degan sahobiylar bor. Sahobiylar haqida gapirsak, biza unaqa bo'la olmaymiz endi deyapti. Nimaga bo'la olmaysan? Sahobiylar qanaqa uyda yashadi? Sen qanaqa uyda yashayapsan? Sahobiylarning dasturxonida nima bor edi? Seni dasturxoningda nima bor? Sahobiylarning ustidagi kiyimi qanaqa edi? Seni nechta kiyiming bor? Sahobiylar nimada yurgan edi? Minib eshak hachirlarda yurgan edi. Sen Pradoda yuribsan, haligi Captivalar yoki boshqa bir Merslarda yurib, nega sen undoq bo'la olmaysan? Yotgan spalnigingni qara, sahobalar qanaqa to'shakda yotdilar, qanaqa uyda yashadilar. Bo'lamiz. Faqat unga himmat kerak, unga muhabbat kerak, unga ixlos kerak, ularga qiziqish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyodagi bor insonlar dedilar, kambag'al bo'lib qolishlikdan qo'rqqanchalik Xudodan qo'rqqanda edi deyapti. Hammasi Allohga yetgan vali zot bo'lar dedilar. Hammamiz qo'rqamiz kambag'alchilikdan. La ilaha illalloh